Diqqat aholiga tezkor shoshilinch xabar. O'zbekistonda 3 kundan buyon ko'tarilib kelayotgan narx-navo nihoyat pastladi. Barcha O'zbekiston fuqarolari xabardor bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 6 mart kuni amalda bo'ladigan yangi qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra, Rossiya rublining kursi 0.68 so'mga ko'tarilib, 143.80 so'mni tashkil etdi. Yevro kursi 256.19 so'mga ko'tarilib, 13.818 so'm bo'ldi. AQSh dollarining kursi 2.96 so'mga pastlab, 12.900 so'mni tashkil etdi, deyiladi xabarda.